Assalomu alaykum. Bugun sizlarga issiqxonada qanday qilib rukola hamda ismaloq yetishtirishni o'rgatamiz. Mana bu Angor Agrostar mas'uliyat cheklangan jamiyatining 7 sotixli issiqxonasida ikkita pushtamizda rukola ekdik. Yana ikkita pushtamizda ismaloq ekdik. Bugungi kunda zamonaviy texnologiya asosida tomchilatib sug'orish hamda yomg'irlatib sug'orish orqali bularni sug'ormoqdamiz. Bugun 30-may sanasida shu ishlarni 2026-yil 30-may sanasida shu ishlarni amalga oshirdik. O'rtada bitta loy flat orqali ikki tomoni ham sug'orilmoqda.